Bu binomizda sotilayotgan 4 xonali uyimizni 94 kvadrat metr narxi Volshim shokolad. Shu uyimizda bizda 6-etajda joylashgan 9 etajli binomizda uy egalari 80 ming dollarda so'rashyapti. Telefon raqamlarini opsiyada qoldiraman, aloqaga chiqarasiz. Manzilga yetib o'tdik. Yunusobod 15-kvartal. Bahodir, Bahor, Kristal, Media Park, lokatsiya infrastruktura Volshim zor. Metro Turkistondan 2 qadam. Yo'lli yuzi. Ichkarini birgalikda ko'ramiz. Abi, asosiy eshikdan kirib kelishimiz bilan bizda prixoshka. Mana shu uzun kattagina prixoshka. Bu 9 etajlilarni eng zo'r planirovkasi hisoblanadi. 94 kvadrat, 5-6 zali ham bor. Bu tarafdan boshlaymiz. Birinchi bizda detskimiz bo'ladi. Bu birinchi detskimiz, bu ikkinchi detskimiz. İçimiz buni alohida bu tarafdan eshik ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir tashqarida ko'rsataman sizga. Keling, endi bu tarafimizda esa bizda zalimiz bo'ladi. Devorlarimiz immunchi, shu rangini o'zini asvejit qilib kosmetik remont 2-3 ming dollar bilan chiroyli qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, narigi detskiga mana shunday eshik ochib kirib ketsangiz ham bo'ladi, alohida bo'ladi. Bu tarafimiz esa bizda 4-spalni xonamiz, akaronlarimiz mavjud. Oldimizda частный sadik bor, kichkina farzandlaringiz bo'lsa частный sadikka berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hammom tualetlarimiz alohida. Kantilari yaxshi holatda turibdi. Hammom, hojatxona. Shu bilan biz oshxonaga chiqamiz. Oshxonamiz ham katta, stroyni kuxna garnituri, bu yerga mebellarni qo'yib o'tirib ovqatlansa ham bo'ladi. Akvarom yo'l yuziga qaraydi, balkonimiz mana 1 metrga 8 metrmi 7 metr xolos uzunligi bor. 94 kvadrat 80 ming. Bunaqa lokatsiyada, bunaqa narxda, bunaqa planirovkali 4 xonali uy aniq topa olmaysiz.